Alfa degan 1 dan to 79 gacha. Ikkinchi chorakda kosinus nima bo'ladi? Minusdan funksiya o'zgaradi. O'zi aytsa keyin qolganlar bitta so'rab chiqaman. O'zgaradi. Sinus alfa. Ne? Yo'qsa keyin aytamiz. Uchinchi chorak. Uchinchi chorakda kosinus minus 1 tashlab olsam o'zgarmaydi. Nima o'zi? Qaysi funksiya? Kosinus o'zi bo'ladi, ha? Samir, nechinchi chorak? 4-chi chorak, ha? Plusdan tashlab olsam o'zgaradimi? O'zgaradi, sinusdan alfa. Plus, ha? Davlat, nechinchi chorak? 1-chi. 360 yana plus tarkibda. Birinchi chorak bo'libdi. Plus minus. Plusdan tashlab olsam, qaysi funksiya bo'lib qoladi? O'zi bo'ladi, ha? Kosinus alfa. Xo'p, Muhammadjon. Nechinchi chorak? 1-chi chorak. Birinchi chorak, mana 92 yana qaytadi. Birinchi chorakda kosinus plus Sinus. tashlab olsam, sinusdan necha bo'lib qoladi? Alfa. Siz 180 va aka qaytyapti. Ikkinchi chorakda kosinus nima ekan? Minus yordam beramiz. Burga tashlagancha funksiya o'zgarar ekanmi, o'zgarmaydi ekan? O'zgarmaydi. Faqat mana bu ikkalasi o'zgartiradi. Tushundingmi? Demak, bu o'zgarmaydiganmi? O'zi o'tadi. Nima bo'lar ekan? Kosinus alfa. Sevara, ikkinchi chorak. Minus bo'ladi, o'zgaradi. Nechinchi chorak? 3. Uchinchi chorak. Kosinus nima edi? Minusdan Sinus alfa. O'zgartiradi. Sinus alfa bo'lib qoladi. Tushundingmi? Ibrohim, nechinchi chorak? 4-chi chorak. 4-chi chorakda kosinus plusdan 3 dan tashlab o'zgaramiz-mi? Qaysi funksiya? Kosinus. Tushunarli? Tushunarli? Lekin ham yo'q.